Bir jup shvet mol yoqdi uka. Boshqa kanallarda Başil 10 tasini olaman deysa, hop. Samarqandgacha meni bo'ynimda aka. Xolosmi? Anjirini chiqaraman deb katta ketishingiz. Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, mana bundaki sigir qilishga arzigulik shves xunojin ishqibozlari. Akalar, videoni o'tkazmasdan ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Xudo xolasa hafta kuniga 10-aprel inshaalloh oyoq qo'llari yaxshi, orqa bosh kelishgan xunojinlarni olmoqchi bo'lsalaring, aynan mana shu xonadonni tavsiya qilib qolamiz. Jigarlar, xudo xolasa 10-aprel hafta kuniga payshanba, barchalaringga payshanba kuni xayrli va barakotli o'tsin. Akalar, imkon qadar qo'ldan kelgancha ideal qilib, realni hech qanday bilasizlar, har doim aytaman, biz kamerada effekt qo'shish, kattalashtirish boshqa bo'lmaydi. Shu rangdagi mol bo'lib yetib boradi akalar. Xato kamchilik bo'lsa, kechirib qo'yasizlar. Bizni muxlislarimiz, bizni qo'llab-quvvatlab turgan aka-uka, opa-singillar, sizlarga kattakon minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sizlar sababchi mana 14 mingdan ziyod bo'ldi akalar. Birgalashib inshaalloh shu yulduzda 100 ming, 200 ming natijani ko'rsatishga harakat qilamiz. Jigarlar, mana bunday sifat ishqibozlari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Akalar, xudo xolasa bor xonadoningizga yetib borganda sizlar menga ishonib aloqaga chiqasizlar. Xonadonlaringizga yetib borganda shu yaltiragan go'zal mollar aynan sizning xonadoningizda bo'ladi. Aldab qo'yib, misol uchun shvest o'rniga qizil, qora mol jo'natib, unaqa narsa bo'lmaydi. Ko'ngil to'q qilasizlar. Agar bir hafta ichida shu xonadonda biz video syomka qo'ygan joyda muammo bo'ladigan bo'lsa, akalar bemalol bizga aloqaga chiqsalaring, biz o'zimiz bu muammolaringni yechib beramiz. Mashalloh, mollarni ko'ringlar akalar. Hech qanday sut boshqa emas. Oyoq qo'llar, bo'g'imlarga e'tibor beringlar. Endi Zufarbek ukamni o'zlariga yuzlanamiz. Assalomu alaykum Oybek aka. Va alaykum assalom. Birashga nima gap? Aka, zo'r. Necha bosh ko'rsatamiz? Aka, bugunga 40 bosh ko'rsatamiz. Mollar sochimsiz kerak. O'ta yengil, o'ta arzon beramiz. Bugun narxlarni anjirini chiqarib tashlaymiz. O'tgan safar haliga juda maqtandingiz hozir. Aka, o'tgan safargidaqa mollar vashi narxini yengil qo'yaman, portlatib beraman. Narxini o'ta anjirib tashlaymiz. Mollar sochim kerak, aka, pul chiqarish kerak. Shuning uchun yengil oladi aka bugun. Akalar, bugunga 40 ta ko'rsatamiz, o'ta yengil ko'rsatamiz aka. Portlatasizmi? Portlatamiz aka. Sindirib tashlaymiz, Qaydan boshlaymiz? Aka, mana tarafdan boshlaymiz. 10 bosh unojinimiz bor bu taraf. Mashinadan o'tib ketaveramiz unda, sekin ochilsim qilib, akalar molni yeyishlarni ko'ringlar. Mashalloh, mana hammasi o'xirdan boshini ko'tarmayapti. Klientlar ham bor edi, savdo ham ketyapti akalar. Qattiq, bu yog'i Zufarbek nomer 1 bo'lib ketyapti. Uka, mollarni bir qator ko'rsatayina. Mana akalar, mollarni ko'ringlar. Inshaalloh. Zufarbek qachon yetib keldi uka? Aka, bugun kechqurun yetib keldi. Sinov samonlarni berib, axlatlarni ko'ringlar. Quruq samonni yeyapti. Axlatlarda hech qanday kasallik alomatlari yo'q. Zufarbek bunday yedishisiga bir hafta kafolat berasizmi? Yeb ichishiga bir hafta garantiyasini o'zim beraman. Yemay ichmay qolsa qaytarib kelishaversin. Mol deysa mol, pul deysa pulni beraveramiz aka. Gap so'zi yo'q. Otangizga emas, shularingizga. Uka, 7 sinovdan o'tgan bo'lsa, dastavkasi qayergacha? Aka, dastavkasi mana 10 tani olaman deysa, 10 tani olaman deysa. Samarqandgacha meni bo'ynimda aka. Bo'ylari qanchadan chiqadi ta? Aka, bitta 1 metr osh plus minus bor. Ashida. 1 metr. Hop. Qolgani 1.5 1.5 ga olishorsiz qolganini. Mana molni ko'ringlar akalar. 1.5 dan plus ham chiqaradi aka. Mashalloh, molni badanni ko'ringlar akalar. Oq quloq, oq tumshuq desalaring, xudo xolasa, aynan mana shu xonadonni tavsiya qilamiz. Zufarbek, qani o'tgan safargi molingizdan otangizga rahmat, qayerdan topyapsiz bilmadimmi? Qolishmas ekan. Gap so'z yo'q. Pachkalikka pachka, narxi-chi? Aka, bugun narxlarni sindiraman dedim aka. Sindiraman dedim. Safar 9 million 800 dan qo'ydi-va. Bu safar 9.5 dan aka 10 tasini. 9.5 dan? 9.5. 300 ming so'm xolosmi? Anjirini chiqaraman deb katta ketishingiz. Aka, qo'lni bering. Mashil 10 tasini olaman deysa, Samarqandgacha meni bo'ynimda aka. 9 million so'mdan. Mashalloh. Aka, kam yo'q emas, lekin sunnatga o'tib beraman. Yana kam. Oybek javob oldi. Akalar, mashalloh, narxlar Aliga telefon qilgandan keyin aytdi, unaqa kudasida gapsiz bo'lmaydimi? Yo'q aka, bo'lmaydi. Bitta olsa. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor aka. Besplatni. Yakkaga narxi plus minusi bormi? Yakkaga plus minusi bor. Akalar, monolar tanlasa
Pilyusi var. Endi tepadagi kattalarni olamiz, chiroylilarni olamiz deysa endi pilyus bo'ladi aka. Mashallah, mana shu molni Zufarbek shu molni o'zini 9 millionga bera olasizmi ishqiboziga? Mashinani? Yo'q, mana uni. Yo, bu savchimaydi. Aka beramiz. Gap yo'q. 9 million ketsin, vodiy bo'ylab dastlabkasi. Akalar, mashallah, mana shu molni olinglar, menga yoqdi, sizlarga ham albatta yoqadi. Zufarbek 9 milliondan ham kam bo'ladimi? Aka, kami emas-ku, sunnatga o'tib beraman. Ha, haliga o'tmadi demasin deb o'tib beriladi. Sunnatga o'tib beraman. Aka, Lekin bu yerda 10 bitta. narxlarni yondirdi. Bo'ldi, bir boshdan sanang, ha. 1. Hop. Mana bu 2. Hop. Mana bu 3. Hop, 3. Mana bu 4. 4. Mana bu 5. Qora 6. Qorachamiz 6. Shved 7. Mana bu Shved 8. 8. Mana bu 9. 9. Mana bu 10. Mana 11-inchisi aka. 11-inchisi, mashallah. Mana shu 10 bittasiga aka. Hop. Zufarbek anjir qilaman dedingiz, o'zingizdan chiqadi. Aka, o'tgan safar 11 million 800 anaqadan qo'ydi-da. Aka 11.5 dan berishdi o'pshiga. Aytmadingizsa bu safar ham 11 million 800 qo'yamiz deb. Yo'q aka, 11.5 dan bersin aka. Voy, 300 ming ko'ngilga o'tirmayapti. Voy, maqsad sotish bo'lsa, anjir qilib tashlang, haqiqatan ham tarsaq sotib tashlang. Bo'ldi bering. Bugun anjir qilaman demay narxlarda aka. Mana shu 10 bittasini. Samarqand bo'ylab dastlabkasi meni bo'ynimda. Hop. 11 million so'mdan. Jinda yana o'tib beraman aka. Kami bor yana. Kam bor o'tib beraman. Bor. Kanalda aka. Akalar, bugun bor-u, molamagan odam nomard bo'lsin deydigan kun bo'layapti. Sezilarli darajada sensatsiya bo'layapti. Zufarbek hali telefon qilishganda mol sotilib bo'ldi, unaqa atmasga qilmang-a. Yana hali qo'yib. Bo'ldi. Molni olib qolishadi aka, telefon qilsa, akalar, mashina olyapti desa, alohida video ham qilib beraveramiz aka. Mollarni ko'ringlar, ey, badan. Sindiramiz. Mana uni ko'ringlar, mana uni. Badan, ingaligini, badan tozada mana uni yalt qilib turibdi. Kamera akalar, har doim aytaman, men reallik tarafdoridaman. Real tarafdoriman. Mana shu molni ko'tida targ'ila bormi, mana shu mol yetib boradi. Hech qanaqa o'zgarish, effekt, boshqa ba'zi birga noinsofinslarga o'xshab unaqa xarakter yo'q. Endi qanday bitta aytamiz, Zufarbek? Aka, endi mana shu 19 tasini bildi aytamiz. Bo'ldi, sanang, ko'rsatishni boshlangchi mana, mashallah. Mana bir. Mana uni ko'ringlar, akalar. Buni badanni, mana aytaman. Badan yaltirayapti-yu, mana tars. Mana bu 2. Hop, ikkinchisi. Mana bu 3. Hop, uchinchisi. Uzunligiga e'tibor beringlar, akalar. Uzunligi ham konkret ekan mollar. Mana bu 5 ekan. Hop, mana 5-inchisi. Mana bu 6. Bunisi 6. Mana bu 7. 7-inchisi ham. Mana bu 8-inchisi. 8-inchisi undan ham konkret ekan. Mana bu 9-inchisi. Hop, 9. Mana bu 10-inchisi. 10. Mana bu 11. 11. Mana bu 12. 12. Mana bu 13. Hop. Mana bu 14 ekan. Orasi. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mana shu 19 bosh ekan. Akalar. Endi bularga asartilari qopti. Endi bundayda Zufarbek narigilarda arzon aytib turib, mana uni narxini 14.5 qilib ko'taraversangiz, unaqa qilib bizni obunachilarni aldamoqchi bo'lmang. Qo'pol qaytganda dangali. Aka, narxlarni anjir qilamiz. Men shaffoflik ta'minlayman-da. Anjir qilamiz narxlarni aka. Hop. Mana shu 19 tasi. O'tgan safar qanchadan qo'ydi? 13.5 dan qo'ydingmi aka? 13.5 mi? 13.5. Hop, 13.5 qo'ydingiz, to'g'ri. Mana shunaqa xuddi shu tempda edi ular ham. Mana shunaqa shvedlar bor edi, bunaqa orasida konkret shvedlari bor edi, hop. Aka, bu safar mana shu 19 tasi narxlarni anjir qilamiz dedik. Aka, o'ylab ayting Zufarbek, narigilar narxini bularga mindirib bermang. Sezilarli darajada tarslar tushib bering. Ko'rgan odam 13.5 yo'q gap. Mana shu 19 tasi 13 dan berishsin aka. 13 dan berishsa siz qaytib beradiganingiz yana bormi? Kelingchi, qo'lingizni beringchi. Aka, bitta gapiraman. Ha. Mana shu 13 tasiga. Hop. 12 million 800 berishsin, Samarqandgacha dastlabkasi meni bo'ynimda aka. Yana kami bormi bor aka? Akalar, nima deyapti? Aka, Gap yo'q lekin. Hop. Uni 19 tasi deyapmiz. 12 million 800 dan deyapmiz. Aka, endi agarda hop, tasroqlar, hali kallashadan bo'lsa, plus minusi bor. Agar mod endi katta 5-6 ta kattalarni terib olamiz deysa, bir donalari bor ekanda, bir donalari. Akalar, mana ular ko'ringlar, tirsillab ketgan. Endi bularda bo'y basi ham qanaqa endi? Aka, mashlar bo'ylab 1.15 dan baland chiqaveradi. 1.15 dan baland chiqaveradi. Haqiqatan ham akalar, mollar o'ta gigant turibdi. Mana to'g'risidan olyapmiz mana. Kamerani hech qanday pasadni yetib olganimiz yo'q. Tushunarli, ey. 1.15 dan baland chiqaveradi aka. Endi agar bular tanlab olamiz desa, ular
5-6 ta kattalarni tanlab olamiz desa, narxlar sal qimmatlashi mumkin ekan. Endi telefon qilib, "Belozlik qilmag'in menga, 12 million 807 deysa, bo'pti orqada yetakdag'larni o'tib beraveraman. Lekin bularni plus qilib beraman. Lekin yetakdagilarda kami bor, to'g'rimi? Zufarbek, mana yetakdagilar 12 million 800 dan kami bor, lekin bularda pilusi bor ustida. Tushunarli Zufarbek. Akalar, endi o'zlaringdan qolar gap yo'q. Qatorda oldida har doim mana shunday go'zal yaltiragan mollar turadi. Mana ko'ringlar, jirbetib ikkita sonning orasi yopishib ham ketgan jigarlar. Akalar, biz shaffoflik ta'mirlash maqsad, hech qanday bu yerda bir sizlarni ko'zlaringda aldab bir men solchi men shvet bir jup shvet mol yoqdi uka, boshqa kanallarda ko'ryapmiz, shvet bo'lsa bo'ldi. 18-20 million qo'yib yuborishyapti xunojin uka. Zo'r ekan deysa, umid bilan olsalaring, buni o'rniga hech mol, oq mol, qizil mol, sariq mol bo'lib qolmaydi. Mana shu mol, shuni Zufarbek belga qo'yib ham jo'natib beraverasa, ko'zlarning yonida. Ko'z oldida alohida syomka qilib degani mana belga qo'yib ham. Birka nomerlari mana qulog'idagi birka nomerlarigacha boradi. Bash molda olishdimi? Ashini yetkazib beramiz aka. Akalar, shu bugun kecha kunduzda o'ta ko'p tushayotgan e'tiroz, uka, molimni almashtirib qo'yishdi, boshqa Zufarbekni. Agar meni kanalimdan chiqqan videoda shunday problema bo'lsa, akalar, meni o'zimga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa, men sizlarga yordam beraman. Aytilmagan, so'ralmay qolgan ma'lumotlar bo'lsa, Zufarbek obunachilar uchun doim xizmatdasiz. Bugun ancha qilamiz narxlarni. Uka kechasi 12 da bo'lsa ham telefon qilishsinmi, ko'rishsa? Aka, farqi yo'q. Telefon qilsa bo'ldi. Ko'rib qolgan mayli telefon qilishaversa, Rossiyadanmi, telefon qilsin bo'ldi. Qozog'istondanmi, qizig'i yo'q, ha? Mana shu molingiz yo'q deysin bo'ldi aka. Shunday telefon qilsin, mendan mol olib qolishadi aka. Akalar, biz daveriya uchun shuncha bir 2-3 daqiqa videoni cho'zdik. To'g'ri tushunasizlar. Meni qo'llab turgan insonlarga yana bir bor rahmat akalar. 14 mingdan o'tib prosmotr aktivni ko'tarib tashlayapsizlar. Sizlarga kattakon rahmat qo'llab turganlaringiz uchun. Bundan-da yuqori marralarga birga erishamiz. Akalar, 15 mingga yetganimizda 15 minginchi bo'lgan obunachiga $100 mukofot bor. Kartaga $100 akalar, xudo xolisa mukofoti bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oybek yuzni kuzatib borishda davom etinglar. Xudo xolisa bundan-da qiziq kontent, aktivlar oldinda akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.